Har doimgidek tez va oson tayyor bo'ladigan nonushta uchun retsept bilan bo'lishaman. 2 ta tuxum, sut, suv, dro'ja, tuz qo'shamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Unni qo'shamiz. Однородный massa hosil bo'lguncha yaxshilab aralashtiramiz. Oshirma xamir bo'lgani uchun biroz qopqog'ini yopib qo'yamiz. Bolgarskiy va ukropni mayda to'g'raymiz. Sirni qirg'ichdan chiqaramiz va parvozni halol kolbasalarini kubik shaklida to'g'rab qo'shamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Tavaga ozgina yog' solamiz. Qizigandan keyin tayyor massamizdan 1-1,5 cho'mchdan solamiz. Shunaqa lapata bilan hamma chetlariga surib chiqamiz. Qopqog'ini yopib, 2 ta tarafini qizartirib pishirib olamiz. Mazali nonushtamiz bir zumda tayyor bo'ladi. Bundan tashqari yana bitta foydali ma'lumot bilan bo'lishmoqchiman. Endi Uzum marketdan Baby Steel pamperslarini xarid qilsanglar bo'ladi. Hamyonbop arzon narxlarda. Men o'zimni sinovimdan o'tdi. Paxtadan ishlangan shunaqangi yumshoq. Bolajonlarga allergik toshmalar bermaydi. Albatta sizlar ham olib ishlatib ko'ringlar. Bolajonlar uchun eng yaxshi tanlov.